Hello YouTube ahli do'stlar, sizlar bilan men Veko. Bugungi videomizda previewdan ko'rgan edik. Dream aslida sotqin yoki qotilmi? U Technoblade'ni o'ldirganmi yoki bu oddiy mifmi? Mana shu ma'lumotlarni va u haqida yana 5 ta afsona va 15 ta eng zo'r faktlarni bilib olasizlar. Tayyor bo'lsanglar, men videoni boshladim bolalar. Sizlar bo'lsa kanalimga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Qaranglar qancha odam bizani obuna bo'lmasdan ko'ryapti. Agar shu 97% odam ham obuna bo'lganda, kanalimizda allaqachon 500 ta yoki 1000 ta ham obunachi bo'lgan bo'lishi mumkin edi. Iltimos tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Bizning maqsadimiz 1000 ta obunachi. To'g'rirog'i bahor oxirigacha 1000 ta obunachi yig'ishimiz kerak. Shuning uchun men videoni boshladim. Siz like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Do'stlar, men birinchi afsonani boshladim. Bunga ko'ra, Dream aslida Minecraft olamiga kelgan sirli qahramon. Afsonaga ko'ra, Dream bolaligida Minecraft o'ynab yurgan paytlarida tasodifiy kodga duch kelgan va u kod uni haqiqiy Minecraft olamiga tortib olgan. O'sha yerda Dream Minecraft olamining maxfiy sirlarini bilib, qanday qilib parkur qilishni, qanday qilib 100% mukammal tezlikda survival o'ynashni va Nether portal rekord vaqtida yaratishni o'rgangan. Keyin esa insonlar dunyosiga qaytib kelib, bilganlarini videolar orqali odamlarga ulashgan. Bu afsonamiz juda ham qiziq. Demak, biz ikkinchi afsonamizga o'tamiz. Bolalar, men mana ikkinchi afsonamga o'tdim. Ikkinchi afsonamizga ko'ra Dreamning niqobi deb nomlanar ekan. Men unda bilan afsonani yetishib boshladim. Minecraftning qadimiy ma'budlari sovg'a qilingan narsa. Afsonaga ko'ra, Dream oq niqobni tasodifiy topmagan. U Minecraftning eski va unutilgan bir serverida o'ynayotganda, qadimgi ma'budlardan biri unga sirni asrash va'dasi evaziga niqobni bergan. Bu niqob Dreamga Minecraft ichidagi g'ayritabiiy tezlik va aql rejalashtirish qobiliyatlarini bergan, lekin niqobni hech qachon yechmasligi sharti bilan. Demak, bu juda ham Dream niqobi haqida ekan. Dream niqobiga ko'p odamlar qiziqadi. Juda qiziqadi. Do'stlar, biz bir pasda mana 3-afsonamizga keldik. 3-afsonamizni men aytishimdan oldin, sizlarga agar video yoqayotgan bo'lsa, kommentariya yozib, like bosib qo'yinglar. Men videoni men 3-afsonamizni aytishib boshladim. Dream va Ender Dragon o'rtasidagi qadimiy bitim bor. Yana bir afsonaga ko'ra, Dream Minecraft serverlarining birida Ender Dragon bilan yashirincha kelishuv tuzgan. Dream doimiy ravishda o'zining cheksiz g'alabalari evaziga Ender Dragon uni Minecraft olamining sehrgariga aylantirishi uchun bitim tuzgan. Shuning uchun Dream Ender Dragonga qarshi kurashlarda favqulodda mahoratini ko'rsatadi. Ya'ni mahorat ko'rsatadi. Bunga sabab Ender Dragon o'zini zaif qilib tutadi. Ya'ni ularni bitimi tufayli. Do'stlar, mana 4-afsonamizga keldik. 4-afsonamizga ko'ra, Dream aslida bitta emas, 3 ta shaxsning birlashmasidir. Sirli afsonalardan yana biri shunday deydi. Dream aslida bitta odam emas, balki 3 ta do'stining yagona brend ostida faoliyat yuritadigan loyihasi. Ular bir-birining Minecraft ko'nikmalarini va ijodiy g'oyalarini birlashtirib, Dream nomi ostida butun dunyoni zabt etishga muvaffaq bo'lishgan. Shuning uchun ham Dreamning o'yin uslubi ba'zida juda farq qiladi. Bir kuni xotirjam, bir kuni esa hayajonli va shafqatsiz bo'ladi. Bu juda ham qiziq. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yish kerak. Mana Dream videosi Technoblade paydo bo'lib ketdimi? Vahuye. Do'stlar, mana biz oxirgi 5-afsonamizga ham keldik. Unda 5-afsonani eshitmoqchi bo'lsanglar, men boshladim. Dream har safar yangi Hunt videosi oldidan, ya'ni Bedwars janglar Minecraft videosi oldidan Minecraft kodini o'zgartirib oladi. Afsonaga ko'ra, Dream Minecraft Manhunt videolarini tayyorlashdan oldin maxsus ritual bajaradi. Minecraft kodini yashirin qismiga kirib, o'z foydasiga kichik o'zgarishlar kiritadi. Masalan, kuchini oshiradi, resurslar topishni osonlashtiradi yoki ba'zi lag effektlarni o'rnatadi. Buning uchun u faqat to'lin oy kechalarida kod bilan suhbat quradi deya aytiladi. Demak, biz afsonalarni tugatdik do'stlar. Yana 3 minut vaqtimiz qoldi. Demak, bu 3 minut hammasini faktlarga bag'ishlaymiz.
Do'stlar, men birinchi faktga o'tdim. Birinchi fakt: Dreamning haqiqiy ismi Clay. Ikkinchi fakt: Dream 1999-yil 12-avgustda Florida shtatida tug'ilgan. Uchinchi fakt: Dream mashhur bo'lib ketishidan oldin ham YouTube algoritmi va videolarni o'rganishga ko'p vaqt ajratgan. 4. Dream Minecraftning mashhur Manhunt seriyasining yaratuvchisi. 5. Dream 2020-yilda Minecraft tez o'tish speedrun videolari bilan YouTube'da eksklyuziv bo'ldi. Tarzi mashhur bo'ldi. Bu juda ham qiziq. Men keyingi 5talik afsonalar faktlarimizga o'taman. Do'stlar, biz 6-faktga o'tamiz. Dreamning o'zining haqiqiy yuzini 2022-yil oktyabr oyida birinchi marta ommaga ko'rsatgan. 7-fakt: Dreamning YouTube'dagi asosiy kanali 40 milliondan ortiq obunachiga ega. 40 milliondan bizda bo'lsa ko'rayotgan hech qaysi obunachi pashti obuna bo'lmaydi. Do'stlar, bu juda ham yomon. Obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlardan nima ketadi? Bittagina knopka bo'lsa. Yana men bundan ham qiziqroq videolarni chiqarishga harakat qilaman. Yana sizlarga qanaqa videolar chiqishini naqada yozib qo'yinglar kommentariyada. Shunda men sizlarga so'raganinglarni chiqarishga harakat qilaman. 8-fakt: Dreams SMP Survival Multiplayers serverini ochib, Minecraft tarixidagi eng mashhur replay loyihalaridan birini yaratgan. Demak, bu qanaqadir server haqida ekan. 9-fakt: Dream SMPda Georgie Not Found, Sapnap, Tommy Init va boshqa ko'plab mashhur Minecraft youtuberlari bor edi. Ya'ni u serverga, boyagi SMP serveriga ko'p odamlarni, ko'p mashhur youtuberlarni qo'shib, maza qilib o'ynashgan. iPhone Speed chiqib ketdi-yu, bitta boy Technoblade chiqsa xafa bo'lmadim endi. Do'stlar, men 10-faktga aytaman. Dream Tez S418 Sweden musiqasini fon musiqasi sifatida ishlatgan. Men bo'lsa animatsiya videolarni o'zining musiqasini ishlataman. Bu chunki dramatik bo'ladi. 11-fakt: Dream o'zining birinchi mashhur videosini oddiy tahrir dasturi bilan tayyorlagan, ya'ni oddiy montaj qilgan. Xerabrinmi? Xo'p, 12-fakt: Dream Twitterda ham juda faol bo'lgan va ko'plab tendensiyalarga sabab bo'lgan. 13-fakt: Dream va Technoblade o'rtasidagi Minecraft PvP duellari YouTube tarixidagi eng esda qolarli videolardan biri deb eslanadi. Bu juda ham zo'r degani. Mana do'stlar, biz 14-faktga keldik. 14-faktga ko'ra Dream o'zining YouTube videolarida va Twitch translyatsiyalarida hazilkash va do'stona xarakter bilan tanilgan. 15-fakt: Dream o'zining brendi uchun maxsus oq niqob va oddiy tabassumli yuz ikonkasidan foydalangan. Bu ikonka uni butun internetda taniqli qildi. Bizlarga bo'lsa hech kim taniqli qilmayapti. Iltimos, videolarimizni iloji boricha tarqatib, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar do'stlar. Chunki meni qilayotgan har bitta mehnatim bu sizlar uchun va 1000 obunachi uchun. 1000 obunachi yig'ishimiz bilan men Minecraftdagi eng zo'rini, ya'ni Minecraftdagi hamma Dream, Technoblade, Xerabrin, NTK303 va Xerabrin jamoasi hamma mashhur miflarni tarixi haqida yoritib beraman. Bu video taxminan 1-2 soatlik bo'ladi. Shuning uchun men sizlarga addushi yo'q. Mana shu videoni va'da qilaman, sizlar bo'lsa menga 1000 obunachi yig'ib bersanglar bo'ldi bolalar. Sizlardan nima ketadi? Jalk emas u. Bittagina knopkani bosib qo'yish shunchalik qiyinmi do'stlar? Videomiz naq 9 minut bo'ldi. 9:10 sekundda tugatamiz. Shuning uchun do'stlar, sizlarga katta rahmat. Men to'g'ri bo'lish maqsadiga erishdim. Xullas, hay mega power.